Assalomu alaykum. Bu videoda farzandingiz uchun andozasiz oson usulda kiyim tikishni o'rgataman. 2 qavat materialni yana ikkiga buklab olamiz. 4 qavat bo'ladi. Shunaqa farzandingiz tayyor kiyimini olib, o'ziga loyiq kiyimini matoga qo'yib, shunaqa bostirib chizib olasiz. Bu oldi orqa qismi. Oldini ozgina bo'yin o'ynisini o'yib tashlaymiz. Keyin xuddi materialni yana 4 qavatga buklab, ishtonini chizib olamiz. Ishtonida har doim shunga amal qilinglar. Oldi kaltaroq, orqasi uzunroq bo'ladi. Men однотонный qora materialdan ham xuddi shunaqa bichib oldim. Ishtonni bir tarafi rasmli, bir tarafi oddiy bo'ladi. Keyin qora materialdan yenglarini bichib oldim. Xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib kiyimdan bostirib tiksanglar rosa oson bo'ladi. Eng birinchi ikkita yelkani tikib olamiz. Yelkani tikib bo'lgandan keyin yenglarni ulaymiz. Yenglari ham tikib bo'lgandan keyin ikkita kiyimni yon taraflarini ulab olamiz. Oxirida kiyimni etagini overlock qilib olamiz. Keyin ishtonlari oldi orqasini ulab olib, orasini ham tikib olamiz. Mana ishton shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu ribana bichganimni videoga olmayapman. Ribanani ishtonni kengligidan ozgina kaltaroq bichib olasizlar, shunda chiroyli chiqadi. Bo'yniga ham balandroq qilib bichaman. Shunda xuddi vodolazkaga o'xshab turadi. Ribanalari tortib tikib olamiz. Keyin bo'yin o'yindisiga ribana ulagan joyimizni 0,1 cm da tikib chokib berib olamiz ustidan bostirib. Keyin etagini 1,5 cm qaytarib, avval ichki tarafidan tekis qilib tikib olamiz. Keyin ustki tarafidan 0,5 cm da tikib olamiz. Rezinkani har doim qalinini ishlatishni yaxshi ko'raman, chunki chiroyli chiqadi. Avval manjetni tikib olamiz. Rezinkani manjetni ichiga joylashtirib, aylantirib tikib chiqamiz. Keyin xuddi shu tikib olgan manjetimizni shunaqa qilib tortib, avval 1 cm ga aylantirib tikib chiqamiz, keyin 2 cm qilib tikib chiqamiz. Mana tayyori shunaqa chiqadi. Manjetni o'rtadagi chokini ishtonni o'rtadagi chokiga moslab, sekin aylantirib tikib chiqamiz. Tayyor kiyimimizni qizib turgan parli dazmolda, agar parli dazmolinglar bo'lmasa, marlini ho'llab, shuni bostirib, yaxshilab qattiq dazmol qilish kerak. Kiyimni eng birinchi dazmol ochib beradi. Va nihoyat kiyimimiz tayyor. Tayyor holati shunaqa. Nimadir rasm yopishtirmoqchi edim. Hech qanaqa rasm mos kelmadi. O'zi rasmli material bo'lgani uchun. Endi bolalarim bog'chada mazza qilib kiyib yuradi.